Bugun Impuls tibbiyot institutida bahor festivali. Barchangizni taklif qilamiz. Endi o'shingiz shirin bo'lib ketadi, qo'lim tegdi. Bugun Impuls tibbiyot institutining Namangan filialida bahor festivali bo'lib o'tmoqda. Ishtirokchilarning hammalarini kayfiyatlari a'lo darajada. Hozir borib suhbatlashib ko'ramiz. Assalomu alaykum, Xormang. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Nima deb o'ylaysiz? Osh tanlovida g'olib bo'lasizmi? Xudo xohlasa. Assalomu alaykum, Xormang. Xo'p, oshga tayyorgarliklar yaxshi ketyaptimi? Bugun qanaqa osh yeymiz? Bugun men o'zim Samarqandda povurman, lekin vodiycha Farg'onacha osh qilib beraman. Zo'r. Yigitlarimiz o'rtasida milliy o'yinlarimizdan bo'lgan qo'l kurashi musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Mana bugun talabalarimiz osh festivalida davom etmoqda. Oshimiz qanaqa bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Bu tagi olib ketdi-yu, bu kuyib ketibdi. Tag oladi bu. Qorayotdi. Mana ko'rsating. Kuyib ketibdi. Hozir bir ta'mini ko'raymi? Mazza qilasiz. Ta'mini ko'ring. O'rtoqlar, sizlar hech qachon buni xatoga yo'l qo'ymanglar, iltimos. Mana shunday kayfiyat bilan biz tadbirimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz.